Men yoshligimda kosmonavt bo'lishni orzu qilganman, lekin buni imkoniyati yo'q edi. Xullas men ulg'ayganimdan so'ng xaritashunos bo'ldim. Xullas men mana shunday qilib dunyoni bila olaman. Xullas men xaritashunos bo'lganimdan so'ng meni kimdir yoki nimadir o'ziga chaqirayotganga o'xshardi va bu ovoz g'ordan keldi. Men qo'limga kerakli buyumlarni olib, men g'orning ichini tekshirishga kirishib ketdim va u meni tarixiy xonaga boshlab keldi. Lekin bunaqasini hali ko'rmagan edim va men qidirishga davom etdim. Birinchi ko'zim tushgan xona bu kutubxona edi. Meni o'ziga chaqirgan ovoz bu kutubxonadan emas edi, bu boshqa xonadan edi va men uni topdim. Bu portal edi, meni o'ziga chaqirayotgandi. Bilishim bo'yicha men uni ishga tushirishim kerak, lekin bir o'zim buni uddala olmayman. Xullas menga yordamchi kerak edi. Xullas men qishlog'imga qaytib bordim o'zimga yordamchi izlash uchun. Xo'sh, rozimisiz do'stlar? Yo'q oshna, bizga boshimizga bosh og'riq kerak emas. Yaxshi, tushunarli. Sen men bilan borasanmi? Bilasanmi, men borardim-ku, lekin bolamga qaraydigan odam yo'qda. Men bu tirranchani tarbiyasi bilan shug'ullanishim kerak. Mana ko'z ochib yumguningcha katta bo'lib qoldi. Endi men bilan borasanmi? Bilasanmi nima? Men haligi, xullas meni borishim kelmayapti. Xo'sh, sen men bilan yangi sarguzashtlarga tayyormisan? Hoy, oshna, men o'zi oddiy sotuvchi bo'lsam. Xullas bu qishloqdan hech kim menga yordam berishni xohlamadi. Xullas men taslim bo'lmayman. Xullas men dunyoni aylanib boshqa qishloqlardan o'zimga yordam so'rash uchun aholi qidira boshladim. Xullas men qayga bormayin, qishloq aholilari faqat menga yo'q deya javob berishdi. Xullas ular o'zlarining ishlaridan boshqa ish qilmasliklarini aytdilar. Shuning uchun men yangi reja tuzib chiqdim. Shunday qilib do'stlar, sizlar men qidirgan eng yaxshilari bo'ldingiz. Janob, axir bizning kallamiz ishlamaydi. Hech qisi yo'q. Xullas sizlarga birinchi topshiriq. Meni uyimga borasizlar, meni pullarimdan ozgina olib kelasizlar. Xullas sizlar kelganingizcha men bu portalni qanday ishlashini tekshirib ko'raman. Hoy, portal, qana bo'la qol, menga o'z niyatlaringni ayt. O'lay agar aldamayapman, portal men bilan gaplashdi. Menga obsidian bloklardan 12 ta bera olmaysanmi? Ha, beraman, lekin menga bir narsani va'da berishing kerak. Sen o'zingni ehtiyot qilishing kerak. Xavotir olma, hammasi joyida bo'ladi. Sizlar menga yordam berganingizni hali butun dunyo biladi. Xo'sh, sizlar men aytgan narsani sotib olib keldingizmi? Ha, janob, mana ko'rishingiz mumkin. Bir nechta buyumlar va oziq-ovqat. Yaxshi. Boshlanishi yomon emas. Qolganlari mana bu sandiqdami? Ikkita bundan, 4 ta bundan. Yaxshi, ajoyib. Xo'sh, qaytimini nima qildingiz? Biz qaytimini ishlatdik. Axir bu mening pullarim-ku. Mayli, hech qisi yo'q. Mayli, menga pul kerak emas. Men mana bu portalni ishga tushirsam bo'ldi va biz boyvuchcha bo'lamiz. Men sizlarga buni tushuntirib berib bilmayman-ku, lekin portal men bilan suhbatlashyapti. Biz buni uddalaymiz. Xo'sh, bolalar, mana hammasi tayyor. Jin ursin, do'stlar, portal ishlayapti. Menda bir reja bor. Biz ichkariga kirishimizdan oldin 3 hafta tayyorgarlik ko'rib olishimiz kerak. Oziq-ovqat va boshqa narsalarni qamlash kerak. Mayli, bilaman, bu yer juda ham qo'rqinchli, lekin biz o'zimizni qo'lga olishimiz kerak. Hoy, o'zingizni qo'lga oling. Men bilmayman, lekin portal buzildi. Balkim obsidian ishdan chiqqandir. Agar biz bu yerda yashab qolmoqchi bo'lsak, biz birdan bo'lishimiz kerak. Men bilishim bo'yicha biz boshqa dunyoga tushib qoldik. Xullas bunday qilamiz. Sizlar orolni aylanib chiqing va qandaydir portal topib olsangiz menga aytasiz. Xullas ehtiyot bo'ling, lekin tarqalib ketmang. Men ham qidirishda davom etaman. Xo'sh, birinchi navbatda men nima qilishim kerak edi? Bunday joyda uchadigan moslama bo'lsa yomon bo'lmasdi. Mana ajoyib, uchadigan moslama ham tayyor. Mana endi ishga kirishsak ham bo'laveradi. Jin ursin, nima edi bu? Janob, bu yerda ajdarho bor ekan. Ajdarho deysanmi? Nimalar deyapsan, balaksalak? Biz tezroq bu yerdan qochishimiz kerak. Yaxshi, unday bo'lsa uchadigan moslamaga chiqing. Ozgina oziq-ovqat oling. Yaxshi g'oya. Oziq-ovqatimiz kam, lekin yashasa beradi. Qani hamma uchadigan moslamaga chiqsin. Mana kutib turibsizlar, hamma moslamaga chiqsin deyapman. Janob, siz bilasiz, oziq-ovqat bizning hammamizga yetmaydi. Mayli, hech qisi yo'q, bir amallaymiz. Qana bo'la qolinglar. Bizga hech kim ishonmagan edi, lekin siz bizga ishondingiz. Nimalar deyapsan? Qana bo'la qol. Xullas, rahmat sizga, janob. Nima, shoshma, men tushunmadim. Nega bunday qildingiz? Siz uzoqroqqa ketganingizcha biz ajdarhoni chalg'itib turamiz. Mayli ajdarho, endi sen bilan yakkama-yakka jang qilamiz. Xullas bir necha soniyalardan so'ng bu orol ko'zdan g'oyib bo'la boshladi. Bu bezmiyalar menga imkoniyat berishdi. Men bu imkoniyatdan foydalanishim kerak. Xullas men bir haftadan buyon ochiq osmonda uchib yuribman va mening oziq-ovqatim ham kam qoldi. Jin ursin, meni kuchim qolmadi. Jin ursin, ko'zlarimga ishonmayman. Yermi bu? Men hech o'ylamagan edim yerni uchirataman deb. Lekin hali xursand bo'lishga voqli. Xullas men ikkita buyumni topishim kerak. Birinchisi oziq-ovqat, ikkinchisi bu yerdan chiqish yo'lini topishim kerak. Bunisi yana nima balo bo'ldi? Jin ursin, juda ham chiroyli ekan. Qoyil. Jin ursin, oldin bunday moblarni ko'rmagan edim. Ular tug'ilgandan, shundaymi? Xullas men birinchilardan bo'lib ularga hujum qilishim kerak. Jin ursin, men umrim bino bo'lib bunday aholini ko'rmagan edim. Tushunmadim, sizlar gapirishni bilasizlarmi? Sizlar bu yerda yashaysizmi? Biz senga hozir ko'rsatamiz. Bunisi yana nima balo bo'ldi?
Ularni biz shalkerlar deb ataymiz. Xavotir olma, biz unga aytib qo'yganmiz, senga hujum qilishmaydi. Iye qo'yli, kemalar havoda muallaq turibdimi? Shalkerlar magnit maydonini yaratishdi. Shuning uchun kemalar havoda turibdi. Bo'lishi mumkin emas. Sizlarda qanot ham bormi? Bizda qanotlar yo'q, shunchaki bu ixtironi biz o'ylab topdik uchish uchun. Jinorson, sening ko'rinishing fermerga o'xshaydi, lekin bu yerda ferma yo'q-ku. Bu yerda nimadir ekasizlarmi? Sen mana buni yeb ko'r, bu senga yoqishi kerak. O, rahmat. Juda ham ajoyib, mazali ekan. Hozir nima bo'lib tushunmay qoldim. Xavotir olma, bu qo'rqinchli emas. Sizning oziq-ovqatingizda bunday bo'lmaydimi? Yo'q, bizning oziq-ovqatimizda bunday tajribalar yo'q. O'zi sizlar nima iste'mol qilasizlar? Mana kartoshka, olma va baliq. O, rahmat. Yo, xudoyim, axir bu juda ham ajoyib-ku. Men umrim bo'lib bunday mazali taom yemagan edim. Lekin menda oziq-ovqat yo'q-da. Agar men o'z dunyoyimga borsam, men sizlarga albatta oziq-ovqatlardan yuborib turaman. Mana apparat tayyor. O, rahmat. Menga yordam berayotganingiz uchun rahmat. Agar bizga ko'proq kartoshka keltirib bersang, biz xursand bo'lamiz. Agar bu moslamangiz meni uyimgacha eltib qo'ysa, men sizlarga bitta emas, bir vagon kartoshka yuboraman. Xullas, mashoyixlarimiz aytganiday, o'z uying o'lan to'shaging deyli. Ish qilib bu apparatingiz meni uyimgacha eltib qo'yarmikin? Albatta, xavotir olma. O'zi bu moslama shunday qo'rqinchli tovush chiqarish kerak edimi? Xullas, apparat portlab ketdi. Lekin portlash oqibatida bu dunyoni ham o'zgartirib yubordi. Bu Jinorson, nimalar bo'ldi o'zi? Oy, eshikni oching. Tushunmadim, bu yana nima balo? O'zi nimalar bo'ldi bu yerda? Jinorson do'stlar, nimalar bo'ldi o'zi bu yerda? Buni qanday amalga oshirdingiz? Menga kimdir nimadir tushuntirib bera oladimi? Nima uchun men bilan gaplashmayapsizlar? Shoshmang, qimirlamang, men hozir kimnidir yordamga chaqiraman. Bunisi ham shunday ko'rinishda-ku. Oy, bu yerda nimalar bo'lyapti? Jinorson, bu qora murdorlar qayerdan kelib qoldi? Qolgan aholi qayerga qo'yib bo'ldi? Menimcha kemada aholi bo'lsa kerak. Buni qanday amalga oshirdim? Mayli, ahamiyati yo'q. Oy, bu yerda kimdir bormi? Bizda katta muammo bor. Jinorson, bu yaxshilikka emas. Shoshma, mening ham ko'rinishim shunday bo'lib qolgan bo'lsa-chi. Chunki qayerga borishni xohlasam teleportatsiya qilyapman. Xullas, mana bunday. Yo'q, xudoyim, men buni amalga oshirdim. Mana endi men do'stlarimni, kech qolibman-ku. Bu ahmoqlarga yordam bera olmasligim mumkin, lekin qishloq aholisiga albatta yordam berishim kerak. Mana men o'zimni dunyoyimdaman. Mana endi kimnidir yordamga chaqirishim kerak. Do'stlar, sizlarni ko'rganimdan xursandman. Menga yordam kerak. Tushunmadim. Nima bo'ldi hozir? Mayli, lekin mana bu temirchi aniq menga yordam beradi. Menga yordam kerak. Qani tezroq ichkariga kir. Nimalar bo'lyapti? Hozir hal qilamiz. Nimalar qilyapsan? Biz do'stmiz deb o'ylagandim. Tezroq bu yerdan quyun qilish kerak. Bo'ldi, men xavfsiz joydaman. Birodar, mana men senga aytgan maxluq. Bu yangi o'yinchi. Aholi uni Enderman deb atashadi. Agar uni o'ldirsang, ajoyib buyum olasan. Menga muammo kerak emas. Mana ko'ryapsanmi? Uning ko'zlari binafsharak. Yo'q, nimalar qilyapsizlar? Yo'q. Men afsusdaman. Men bilmagan edim bunday qobiliyatim borligini. Bu yerda qandaydir tushunmovchilik bo'ldi. Xo'sh, xullas men hammadan uzoqroq yurishim kerak. Nima? Men yomg'irdan qo'rqamanmi? Axir bu meni o'ldiryapti. Xullas men umrimning oxirini mana shu orolda o'tkazishga majburman. Xullas men shunday deb o'ylayapman. Xullas bir necha yillar o'tgandan so'ng quloq eshitmagan, ko'z ko'rmagan voqealar bo'ldi.